Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Cherry Ahmad Donish filiali. Xo'p, bugungi obzorimizda Arizo 6 Pro ni Restyling 2026 varianti bo'ladi. Arizo 6 Pro da oldi faralarini ko'rsak, LED matrichniy fara bo'ladi. I+ облицовкаlarimiz juda ham derski ishlangan. Mashinamizga akalar 5 yil garantiyamiz bor yoki-da 150 ming probeg. Diskalari ham juda ham chiroyli, двухцветный diska bo'lib chiqqan. Biz ключевой dostuplarimiz bor, slipoy zonalarimiz ham bor. Salon ichini ko'radigan bo'lsak, salonimizda полный кожаный bo'ladi. Отсекованный kuzovda juda ham zo'r ishlangan. Xo'p, 360 kameralarimiz, lyukimiz, adaptiv cruise kontrolimiz, hamma funksiyalarimiz bor. Orqasiga keladigan bo'lsak, ko'rsanglar bo'ladi. Mana o'tirib ko'rsaman, o'zim bo'yim 180 bo'lsa ham как президентский сиденьеga o'xshab o'tirib ketaman. Deflektorlarimiz bor. Сиденье подогрев plus zaryadniklarimiz ham bor. Mashinamizda juda ham qulay ishlangan, ko'rsanglar bo'ladi, bosh ham tegib qolmaydi. Plus безопасный mashina desangiz bo'ladi. Bu yoqda tavankalarimiz ham bor. O'tirib mazza qilib ashusheniydan ko'rib ketsanglar bo'ladi. Bu mashinamizni xarid qilmoqchi bo'lsanglar, hech qanaqa boshlang'ich to'lovga 200 million, 150 million so'ramaymiz. Boshlang'ich 25% to'lasangiz, рассрочкаga o'zini pulini bo'lib to'lashga chiqarib beramiz. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagajimiz ham 474 litr bo'ladi, 481 litr bo'ladi. Saladashda. Bagajimiz ham juda ham keng. Buni xarid qilish qanaqa bo'ladi, nima dokumentlar kerak degan muxlislarimiz uchun, o'sha obunachilarimiz uchun bitta pasport olib kelishadi. Bo'ldi. Bitta pasportga nomlariga chiqarib beramiz. Hech qanaqa yugurib bo'lmaydi. Boshlang'ich to'lov qo'yadilar, qolgan hamma xizmat o'zimizda. Batafsil ma'lumot Ahmad Donish Cherry filialida bo'ladi. Kelsanglar o'zim kutib olaman.